Assalomu alaykum. Biz Toshkent viloyati Parkent tumani Shampan mahalla fuqarolar yig'inidamiz. Ushbu hududda Mikrokreditbank Parkent filialiga biriktirilgan 14 gektar dehqon xo'jaligiga pomidor ko'chati ekilgan. Ushbu pomidor ko'chati tomchilatib sug'orish orqali yo'lga qo'yilgan. Tomchilatib sug'orish orqali ham mineral hamda kimyoviy dorilar ham tomchilatib sug'orish orqali beriladi. Ushbu hududda suv bilan bog'liq muammo bo'lishiga qaramasdan, mana dehqonlarimiz hozirda ushbu hosilini o'stirib katta qilish bilan shug'ullanyapti. Ushbu hududimizni eniga 400 hamda bo'yiga 400 metr tashkil qiladi. Ushbu dehqon xo'jaliklarimizni bir yilda o'rtacha xarajati gektariga 60 million so'mdan aylanadi. Hamda o'rtacha bozor narxida 4000-5000 atrofida sotilgan ushbu pomidorlarimiz har bir dehqon xo'jaligiga gektariga 115-125 million atrofida sof foydani olib keladi. Mana pomidorlarimizni ko'rishingiz mumkin. Hozirda ushbu pomidorlarimiz chop holatda.